Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar Zomin tumaniga. Ko'rganimdan xursandman. Bu yer turizm zona bo'lganligi tufayli kuniga 10 ming, 15 minggacha fuqarolarimiz kelib, aylanib mana kanatkalar tashkil qilingan. Buni uzunligi 320 metr bo'lib, pastdan suvdan balandligi 160 metr. Ayni damda bu yerda Zomin tumaniga tashrif buyurayotgan yoshlar, yosh kelin-kuyovlarni zaksini o'tkazuvchi baxt uyi ham tashkil qilingan. Kelayotgan mahalliy va xorijiy mehmonlarga yanada adrenalin ulashuvchi ko'ngilochar obyektimizga tashrif buyuryapmiz.